Profilaktika inspektorlari 1 soat vaqtimiz qoldi. Hozir hisob-kitob bo'ladi, 22:00 da hisob-kitob bo'ladi. Men borishni xohlamayman. Mana yig'ilish bo'lyapti, gapiryapti, e'tiroz bo'lib. Xodimlarga daydi topishni buyurgan Olmazor tumani Ichki ishlar bo'limi amaldori ishdan bo'shatildi. Bu haqda Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Ramazon Ashrapov Kun.uz muxbiriga ma'lum qildi. Holat yuzasidan o'tkazilgan xizmat tekshiruviga ko'ra Abror Xudoyberdiyev ishdan olingan. Avvalroq Xudoyberdiyevning profilaktika inspektorlariga daydi topish haqidagi topshirig'i aks etgan audio tarqalgandi. U xodimlarga 300 ta ma'muriy bayonnoma tuzish rejasini belgilab bergan. Daydi topmagan xodim esa qarindoshini yoki o'zini daydi sifatida yopishini aytgandi. Assalomu alaykum, hurmatli jurnalistlar. To'g'ri savol bo'ldi. To'g'ri, 3-4 kun oldin mana shunaqa holat qayd etildi. Noto'g'ri bu. Biz unaqa plan degan narsa qo'yilmaydi. Lekin bir narsani esdan chiqarmaslik kerak. Xizmat vazifasida bor. Xizmat vazifasida bizning profilaktika inspektorlarini jinoyatchilikka qarshi kurash xizmat vazifasi hisoblanadi. Xuddi mana shunaqa daydi holatlarda maxsus tadbirlar, reyd tadbirlar o'tkazish, aniqlash topshiriq beriladi. Buni sababi bitta. Mana hozir o'zingiz aytdingiz, xavfsizlikni his qilish indeksi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi yuqori o'rinda. Bu ham mana shu undan 1-2 kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda Mirobodda bo'lgan bir uy-joyga daydi bir hujum qildi, Singapurga chiqib ketdi, ko'rdingiz. O'sha holatlarda bu indeksimizga ta'sir qiladi. Bularni aniqlashning asosiy sabablari xalqimiz erkin his qilib yurishi kerak. Ana shu 7 chorak davomida aniqlanadigan bo'lsak, voy yetmaganlarimiz, boshqalarimiz jabrlanadi. Shuning uchun tilanchi, daydi holatlarni vazifasi sifatida aniqlaydi, lekin aniq yuklama qo'yilmaydi. Uni so'rov tizimi bor, so'raladi. Shahar, Toshkent shahar, O'zbekiston Respublikamiz mana turistik davlat bo'ldi, juda ko'p turistlarimiz kelyapti. Fuqarolarimiz ham emir-erkin yurish kerak. Voy yetmaganlarimiz ham emir-erkin maktabga borish kerak. Uni holatlar ko'chib yuradigan bo'lsa, qancha fuqarolarimizni e'tirozlarga sababchi bo'ladi. Buni biz aniqlaymiz. U vazifasi, bevosita vazifasi, lekin majburiyat bilan. Yo'q, agar iloji bo'lsa men bor uzr. O'sha yerda aytildiki, ya'ni tezda topishimiz kerak, hisobot bo'ladi hozir 22:00da отчет topshiramiz degan mazmunda gap ketdi. Agar aniqlashtirilgan bo'lsa, aynan mana shu kimga hisobot topshirish nazarda tutilgani ochiqlandimi hozirgacha? Yo'q. Uni boyagi aytgani aholi normalaridan chiqqan, to'g'ri, boyagi o'zingni daydi qilamiz yoki qarindoshingni unaqa qilolmaydi. Sababi buni har bitta holat sud orqali amalga oshiriladi. Bu aniqlangan holatni sudga olib chiqib, sudning qarori bilan markazlarga topshirish mumkin, sudning qarori bilan ularga shtraf qilish mumkin. Bu holatda birontasini yoki qarindoshini yoki o'zini uni daydi qilishni imkonsiz. Prokurorlar nazorati bilan. Lekin bu holatlarda xizmat tekshiruv o'tkazildi, unga nisbatan shu normadan chiqqanligi uchun choralar ko'rilyapti. Bu talabi noto'g'ri. Bu endi o'zini hisobotini yopish uchun u aniqlangan holatlar o'z hisobot yuritiladi, nechta aniqlanib boshqarildi. O'shani ko'rsatish uchun shunaqa topshiriq berilgan. Bunaqalarni to'xtatish bo'yicha, topshiriq bermaslik bo'yicha gaplashib hammasiga yetkazib